Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda soch to'kilishi haqida gaplashamiz. Buni soch to'kilishining sabablari va davolashi haqida muhokama qilamiz. Demak, 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda soch to'kilishi sabablari birinchisi vitamin D yetishmovchiligi. Bunda vitamin D defitsit bo'lsa, soch to'kilishi kuzatiladi. Normada qonda vitamin D miqdori 30 dan 100 gacha bo'ladi. Buni yetishmovchi belgilari terlash, bolada injiqlik, immun pastligi, boshini yostiqqa ishqalashi, keyin holsizlik holatlari kuzatiladi, keyin soch orqada yoyismon soch to'kilishi kuzatiladi. Va yana bolalarda soch to'kilish sabablari gemoglobin va ferritin moddasi yetishmaganda ham soch to'kilishi sabab bo'ladi. Bunda soch ildizida kislorod to'liq yetib bormaydi. Keyingi sababi zamburug'lar, ya'ni mikrosporiya va trixofitiya deyiladi. Bunda ayrim zamburug'li kasalliklar natijasida bolalarda soch to'kilishi kuzatiladi. Va yana bir sababi qalqonsimon bez yetishmovchiligi, ya'ni gipotireoz holatlarida ham bolalarda soch to'kilishi kuzatiladi. Qalqonsimon bez yetishmovchiligi. Bunday gipotireoz bolalar sovuqsevar bolalar deyiladi. Ular polga tanasini yotib oladi, issig'ini yomon ko'radi. Gipotireoz holati. Bu holatda ham soch to'kilishi kuzatiladi. Va keyingisi bolalarda ovqatlanish ratsionini noto'g'ri bo'lishi. Ya'ni kerakli oziq moddalarni, vitamin D, E, B gruppa vitaminlar va minerallarni ovqat tarkibida yetishmasligi ham soch to'kilishiga sabab bo'ladi. Bu bolalarda soch to'kilishi dermatolog va endokrinolog bilan birga kelishligi maslahatlashgan holatda lecheniya qilinadi pediatrlar bilan. Bu yana kasallikning kelib chiqish sababi, ya'ni sababiga qarab lecheniya davo choralari olib boriladi. Birinchi o'rinda organizmda defitsit bo'lgan vitamin yoki mikroelementlar o'rnini to'ldirish. Ikkinchi o'rinda ovqatlanish ratsionini to'g'irlash. Bosfor kerak.